Bosh og'rig'i. Kasallikning kelib chiqish sabablari. Bosh miya og'rig'i turli sabablarga ko'ra kelib chiqishi mumkin. Shamollash, boshning shikastlanishi yoki lat yeyishi, turli xil asab xastaliklari oqibatida ham bosh og'rig'i kasalliklari paydo bo'ladi. Bosh miya qon tomirlari faoliyatida mo'tadillik, bir tekislik buzilishida, qon bosim yuqori yoki past bo'lganda ham bosh og'rig'i paydo bo'lishi mumkin. Og'riq paydo bo'lib ko'ngil ayniydi, ko'z oldi qorong'ulashadi, quloq shang'illaydi, qo'l, oyoq uvushadi, bosh aylanadi, qayd qilish kuchayadi. Xuruj bir necha soat, hatto bir necha kun davom etishi mumkin. Mijozini aniq bilib olishi lozim. U to'g'risida ushbu kitobning kirish qismida yozilgan. Sovuq mijozli kishilar moshli ovqatlarni zira, qora murch va qalampir bilan aralashtirib yesalar bosh og'rig'iga davo beradi va yaxshi samara oladilar. Issiq mijozli kishilar esa aksincha, mol va echki go'shtidan tayyorlangan taomlarni, turp, karam, qovun va tarvuz kabi poliz mahsulotlarni ko'proq iste'mol qilishlari zarur. Shifobaxsh o'simliklardan quyidagilari bosh og'rig'ida ishlatiladi. Arpa qaynatmasini tayyorlash uchun 100 gram arpani yarim litr suvda 10 daqiqa qaynatiladi. Shu qaynatmadan har kuni 1-2 piyola bosh og'rig'ida ichib turiladi. Kun orada bir osh qoshiq aloy bargi ichidagi shillig'idan boshga surtib turish ham yaxshi natija beradi. Tog' olchani uzoq qaynatib, kunora 2-3 piyoladan ichib turish kerak va bir piyolasi bilan boshni emlang, ya'ni surting. Ovqatlaringiz osh, ko'klari, achchiq chuchuk va sirka bilan iste'mol qilishni tavsiya etiladi. Har kuni bir bog' ko'k piyoz, bir bog' kashnich va 100 gram karamni xomi mayda to'g'rab, suzmaga qorishtirib iste'mol qilish zarur. Isiriqni tutatib, tutuniga 21 marta boshni tuting. Bir bog' isiriqni bir paqir suvda qaynatib, dokadan suzib olingach, vannaga qo'yiladi. Ustiga issiq suv quyib, to soviguncha vannada yotilsa, bosh og'rig'iga tez shifo topasiz. Shaftoli bargi. Ota-bobolarimiz an'analarini davom ettirib, ular tomonidan sinalgan vositalarga murojaat qilaylik. Bosh og'rig'ida bir siqim shaftoli bargidan olib choynakka solinadi va ustiga qaynoq suv quyiladi. Biroz fursat o'tgach, shu damlamadan bir piyola taom oldidan ichilsa, terlash natijasida bosh og'rig'i tezda tuzaladi. Damlamani faqat bosh og'rigan vaqtda ichish kerak bo'ladi. Tog' rayhon. Bu o'simlik damlamasi bilan bosh yuvilsa, bosh og'rig'i tezda qoladi. Damlama tayyorlash uchun 2 choy qoshiq tog' rayhon kukuni olinib, 400 gram qaynoq suvga solib damlanadi. So'ng dokada suzilib ishlatiladi. Shu usulda bosh yuvish uchun qancha damlama kerak bo'lsa, shunga qarab tayyorlanadi. Karam yaprog'ini suvi chiqqunicha tuyib, peshonaga va 2 chakkaga va bilak hamda quloq orti chuqurchasiga bog'lansa, birozdan keyin bosh og'rig'i taqqa-taq to'xtaydi. Karamning shirasi burunga tomizilsa, shu zahotiyoq miyani tozalaydi va bosh og'rig'i qoladi. Limon o't Toshkent va Surxondaryo viloyatlarining tog'li rayonlarida, bog'larning o'rta qismidagi daraxtlar va katta toshlar tagidagi soya yerlarda o'sadi. Ko'p yillik bo'yi 30-60 santimetrga yetadigan, limon hidi kelib turadigan o't o'simlik. Bargi tuxumsimon, guli halqasimon to'pgulli. Iyun-avgust oylarida gullaydi. Limon o'tni yer ustki qismi yig'iladi va kamqonlikda, qon bosimi baland bo'lganda, ovqat hazm bo'lishining buzilishida va bosh qattiq og'riganda, og'riq qoldiruvchi sifatida damlab ichilsa, bemor tezda shifo topadi. Damlama tayyorlash uchun og'zi yopiladigan idishga o'simlikning maydalangan yer ustki qismidan 8 choy qoshiq solib, ustiga 2 stakan qaynab turgan suv quyiladi. 4 soat damlab qo'yiladi. So'ngra damlamadan 4 mahal ovqatdan oldin
yarim stakandan ichiladi. Yana boshqa usul. Bosh og'riganda yangi limonni olib po'stini artib 2-3 sm qilib qirqiladi. Uni oqishidan ajratib olib 2 tanglayga bosilsa, bosh og'rig'iga shifo beradi. Zupturum. Bargi kukunini bir osh qoshiqda olib 1 stakan qaynoq suvda 10-15 daqiqa damlanadi. Shu damlamadan yarim stakandan asta-sekin yutum bilan kuniga 2 mahal ichiladi. Undan tashqari bemor nafasini chiqarib bir oz vaqt nafas olishni to'xtatib turishi kerak. Keyin nafas olinayotganda bosh og'rig'i asta-sekin pasayadi. Yalpiz. Yalpizning yer ustki qismidan tayyorlangan qaynatmalari har bir organizm uchun juda foydalidir. Yalpizni ayniqsa arpa uni bilan qo'shib bosh og'rig'iga qarshi boshga bog'lanadi. Yantoq. Yantoq turlari O'zbekistonda keng tarqalgan bo'lib, eng foydalilaridan biri shakar yantoqdir. Yantoq qadim zamonlardan turli kasalliklarni davolashda keng qo'llanib kelingan. Ayniqsa respublikamizning dala dashtlarida o'sadigan shakar yantoq ko'plab kasalliklarga shifodir. Shakar yantoq asosan avgust-sentyabr oylarida pishib yetiladi va o'zidan shu paytda shirin suyuqlik ajratadi. 2-3 kunda bu suyuqlik qotib mannaga aylanadi. Xalq tabobatida shakar yantoq mannasidan siqib olingan shirani surunkali bosh og'rig'ida peshonaga og'rigan joyga surtma sifatida ishlatiladi. Bo'yim modoron. Bu o'simlikning boshoqli o'ti turi o'ziga xos xushbo'y bo'ladi. Gullagan paytda yer ustki qismi yig'iladi va salqin yerda quritiladi. Quritilgan o'simlikning yengil qaynatib, achchiq qilib quyuq yoki suyuq holda boshga qo'yib bog'lansa yo qo'yilsa, sovuqdan bo'lgan bosh og'rig'ini qoldiradi. Undan tashqari, bo'yinmadorondan tayyorlangan damlama ham bosh og'rig'ini qoldiruvchi sifatida ishlatiladi. Damlama tayyorlash uchun og'zi yopiladigan idishga 1 stakan qaynab turgan suv qo'yiladi. Ustiga maydalangan yer ustki qismidan 1 osh qoshiq solib 1 soat damlanadi. So'ngra dokada suzib damlamadan kuniga 3-4 mahal ovqatdan oldin 1 qoshiqdan ichiladi. Davolanish 10 kun davom etadi. 3-4 kun dam olgandan keyin yana qaytarilishi mumkin. Kartoshka. Kartoshka tarkibida mavjud bo'lgan moddalar ham bosh og'rig'iga davo ekanligi ma'lum. Uning tarkibi V1, V2, RR, S tarmondorlari, ya'ni vitaminlari, oqsil yog', kaliy, magniy, kalsiy, natriy, temir, fosfor va boshqa moddalarga boy. Bosh og'rig'ini qoldirish uchun artilgan xom kartoshkani qirg'ichda qirib, sharbatini siqib olib, shu sharbatdan yarim stakandan ichib turish yaxshi natijalar beradi. Shuni aytib o'tish kerakki, 2-3 marta ichilsa bosh og'riqlari taqataq to'xtaydi. Tog' archasining yosh novdalaridan olib quritiladi, keyin yanchiladi. Tog' archasining yosh novdalaridan olib quritiladi, keyin yanchilib, bosh og'rig'ida kukunini hidlab turilsa, og'riq to'xtaydi. Yosh novdalar tarkibida efir moyi, ko'proq bo'yoq va boshqa moddalar bor. Bodom. Chuchuk bodomni chaqib urug'ini qand bilan birga talqon qilib, bosh og'riganda kaplab turish davolashda yaxshi natijalar beradi. Juqa daraxti. Juqa daraxti gullaganda gul oldi bargchalari bilan birga qirqib olinib, soya yerda quritiladi. Shundan damlama tayyorlanadi. 1 stakan qaynab turgan suvga 1 osh qoshiq gulidan solib 1 soat damlanadi. Damlamadan kuniga 3-4 mahal yarim stakandan bosh og'riganda ichiladi. Sassiq qalaf. Boligalov piatnisti. Bu o'simlik O'zbekistonda ko'p tarqalgan. Bo'yi 1 metrgacha yetadi. Poyasi tik o'suvchi, mayda qizil dog'li, yuqori qismi shoxlangan. Bu o'simlikning yer ustki qismi o'rib quritiladi.
Bosh og'riganda ozgina ho'llab boshga bog'lanadi. Qovul. Bu o'simlik hamma joylarda uchraydi. Devor taglarida, ariq bo'ylarida, poyezd yo'li chetlarida va adirlarda. Qovul ko'p yillik, bo'yi 2,5 metrgacha yetadigan o't o'simlik. Poyasi tikonli, sudralib o'suvchi shoxlangan, yumaloq bargi kalta bandli. Poyada ketma-ket joylashgan. Gullari oq barg qo'tig'idan joylashgan. May-iyun oylarida gullaydi. Erta ko'klam yoki kuzda qovul ildizi kovlab olinadi va suvda yuvib uni quritib olib qo'yiladi. Qovul ildizining po'stloqlarini ajratib chayilsa, boshdan ratubatni tortadi va boshdagi sovuq og'riqni bosadi. Mo'miyo. Bosh og'riganda 0,15 gram mo'miyoni qora andiz qaynatmasiga qo'shib ichiriladi. Ibn Baytoriyning yozishiga qaraganda, Arroziy bosh og'riganda, odam lanch bo'lganda bir hab mo'miyoni ho'plab ichib turishni buyurilgan ekan. Bir hab degani bu 0,71 gramga teng. It uzum. O'zbekistonning deyarli hamma sug'oriladigan yerlarida uchraydi. Bog'larda, ekinlar orasida, ariq bo'ylarida o'sadi. Bo'yi 25-75 santimetrgacha yetadi. Gullari oq, uch sakkiztadan birlashgan. Mevasi yumaloq, sershira, qora rangli ho'l meva. It uzumning ship yetilgan mevasidan tashqari hamma qismi zaharli. Ibn Sino it uzumni bosh og'rig'ini qoldirish, shishlarni qaytarish xususiyatini bilgan. Shuning uchun quritilmagan o'simlikni maydalab, ezib, bosh og'riganda boshga bog'lashni tavsiya etgan. Ismaloq. Bosh og'riganda ismaloqning shirasini olib, unga teng miqdorda gulxayri o'simligining damlamasidan qo'shib boshga surtilsa, bosh og'rig'i taqqa to'xtaydi. Olma. Olmaning xosiyatlari ham behisobdir. Uning tarkibida ham ko'plab shifobaxsh moddalar mavjud. Glyukoza, fruktoza, saxaroza deb ataluvchi qand moddalari, organik kislotalardan hisoblangan pektin, mikroelementlardan temir, kaliy, marganets, mis, kobalt, V1, V2, RRS darmondorlari ham uning shifobaxshligini kuchaytiruvchi omillardir. Miya og'riganda ham olma sharbatini tez-tez ichib turish juda yaxshi natijalar beradi. Zo'riqib boshi og'rigan bemorga har kuni ovqatdan oldin 1 choy qoshiq asal bilan 1 choy qoshiq olma sirkasini iste'mol qilib turish buyuriladi. Choyning xususiyatlari. 18-asrda yashagan tabib Muhammad al-Oqili o'zining Mahsanul Adviya, Dori-darmonlar xazinasi nomli kitobida choyning xosiyatlari to'g'risida ko'p ajoyib gaplarni yozgan. Choyning xosiyatlari a'zolarni va ruhiyatni quvvatli qiladi, kayfiyatni qo'zg'atadi, mustahkamlaydi va ko'taradi, terlatadi, peshob haydaydi, sovuqdan kelib chiqadigan bosh og'rig'ini qoldiradi, qonni, miyani tozalaydi, yurak o'ynog'ini bosadi, ruhiy toliqishga barham beradi. Jug'rofiy va iqlimiy sharoitlarga yoki bir joydan ikkinchi joyga borgan kishi anchagacha lohas bo'ladi. Boshi og'riydi, uyqu bosadi. Unday kishi o'sha joy iqlimiga moslashib olishi kerak. Agar havosi salqin va nam hamda quruq va vodoprovod suvlari mavjud bo'lsa, qora choy ichish tavsiya etiladi. Aksincha, issiq, quruq iqlimli sharoitlarda tog' va daryo suvlari mavjud joylarda ko'k choy ichgan ma'qul. Kashnich urug'i. Bosh aylanishida kashnich urug'ini havonchada tuyib iste'mol qilinsa, taqqa to'xtaydi. Xalq tabobatida kashnich urug'ini turli kasalliklarni davolashning choy kabi damlash usuli ham mavjud. Bosh aylanishini to'xtatish uchun 1 choy qoshiq kashnich urug'ini yarim litrli choynakka solib, ustidan qaynoq suv quyib 5-7 minut qaynatiladi va unga kichkina qoshiqda qora choy solib sovugach ichiladi.
Tipratikon. Go'shtini 5-6 marta qaynatib yeyilsa ham eski bosh og'rig'i qiynayotgan bemorning dardiga yaxshi shifo beradi. Vanganing aytishiga qaraganda, bosh og'riganda yangi seren daraxti bargini peshonaga bog'lash kerak ekan. Ibn Sino tez-tez boshi og'rib turadigan odamning burniga piyozni siqib suvini oz-ozdan burunga yuborgan va bosh og'rig'ini qoldirgan. Bu usul ham juda yaxshi ta'sir ko'rsatadi va kishi shifo topadi.